Sotiladigan 2 xonalik uy bor. Sotiladigan 2 xonalik uyimiz bor, 2 xonalik shohxona etajda, ya'ni 2-qavatda. 29 ming dollarga shu xonadon sohibi bo'lishingiz mumkin, kirib yashashga tayyor. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Hozir obzorni ichkaridan davom ettiramiz. Lokatsiya shundoqgina pasport stolining yon tarafida joylashgan. 5 etajli domning 2-etajda. Proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Hozirda uyning oshxonasida o'tiribman. Mana bunday yaxshi dvухkonturli kotyollar qo'yilgan, radiatorlar ham turetskiy batarlar yaxshi issiqlik beradi. Ushbu ko'rayotgan joyingiz uyning oshxona qismi. Mana bu yerda ovqat pishirib, ovqatlanish uchun zona taxlab qo'yganlar. Bir xonalikni 2 xonalik qilingan varianti emas bu. Kadastr hujjatlarida 2 xonalik. Uyning birinchi xonasi fond remontlarda xo'p ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi xonasi 48 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda. Mana bu yerda sanuzel xonasi joylashgan. Asosiy kirib chiqish eshigi. Ushbu kvartiramizga 29 ming dollar so'rashmoqda. Yana barakasi uchun ozgina tushiladigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelayverasiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.